Salom hammaga, sizlar bilan men Shahzodkurov. Bugungi videomizda biz o'tgan safargi parkurlar videosining davomini olamiz. Ya'ni 3-qismini. Birinchi va ikkinchi qismi YouTube kanalimizga joylangan. Menda yana o'tgan safargi muammolar bo'layapti. Ya'ni videoning o'chib ketishi. Bu videoni ham o'chib ketibdi. Men 4-qismi uncha chiqishini xohlamayapman. Shuning uchun bloklar qo'yib tezroq o'tib ketishga harakat qiluvdim. Ammo bu joyi yozilmay qolibdi. Ayli qaytasidan o'ynaymiz. Tushmayapti. Video cho'zilib ketyapti. O'zim o'ynab yutsam 20 minutdan oshib ketsa, buni albatta birinchi va ikkinchi qismga bo'lishga majbur bo'layapman. 20 minutdan oshiq video qo'ya olmayapman YouTube'ga. Obuna bo'lib qo'ysangiz, obunachi ko'paysa, bu funksiyani yoqsam bo'lar ekan. Obuna bo'lib kuzatib boring. Albatta keyin 20 minutdan ortiq juda ko'p vaqt bo'lsa ham Minecraft o'ynab video chiqaraman. Haftasiga video, har kuniga video olyapman. Video kaltaroq bo'lishi uchun yana mana bu yoqqa sakraymiz. Mana o'zi shuncha marta o'lib ham ulgurganman boyagi videolarda. 2 marta o'ynadim. 2 ta video ham o'chib ketdi. Bu muammo oldin ham bo'lgan menda. Hozir mana bu yoqqa tushsam, mana buni ustidan bu yoqqa, mana buni ustiga paydo bo'laman. Keyin bu yoqdan ana yoqlarga borishim kerak. Shu o'rtada checkpoint bor edi, bitta tashlab ketdim. Shuning uchun keyingi checkpointga kelaveraman. Checkpoint 12, boyagisi 10 edi. Mana shu yerlarga ham blok qo'ydim. Endi qanaqa video olay? Ikkinchi qismida men sizlarga kalmar videosini olishim haqida xabar beruvdim. U ham chiqdi YouTube'ga o'zi. Kirib ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qism chiqdi, bir kun o'tib kalmar videosi chiqdi. Kuniga video olyapman. Fikrlarga o'tinglar, bu safar qanaqa video chiqaray yozib qo'ying. Kalmar o'ynab, yana boshqacha zonalarda yoki yana kalmarga o'xshash bironta o'yin o'ynab. Hoppa. Ya. To'rtinchi qismi chiqishini uncha xohlamayotganim uchun shunday bloklar qo'yib chiqqanman. Osonlashtirib. Mana bu blokni ishlatmasam bo'lmayapti-da. Chunki har safar bitta video olayverayapman, parkur videosini. Shuning uchun buni 4-qismini chiqarmoqchi emasman. 4 marta o'ynagan bo'laman bitta zonani. Agar obuna bo'lib qo'ysangiz, obunachi sal ko'proq bo'lganda edi. 20 minutdan oshiq video olib, bemalol shuni bir kunda o'ynab, bir kunda qo'ygan bo'lardim. Hammasini bitta qilib joylardim. Hammasini ulab hozir ham
qo'ymoqchiman, lekin video juda uzun deb YouTube bunga ruxsat bermayapti. Bloklarni ishlatib o'tamiz. Shu tuzoqdan tezroq o'tib olsam edi. Boshqa tuzoqlarda bunday ishlatish niyatim yo'q. Bu bloklarni xotiralar. Mana shu yerdan boshladik. Birinchi videoni esingizda bo'lsa, mana bu yoqlardan o'tganman. Mana shuncha daraxtlar ham bor edi ikkinchi qismida bu. Ana oz qoldi o'zi. Shunga ulgurishimiz kerak. Tushib ketdim. Mana bu yoqdan o'taman desam, tuzoqlar yaqinmaskan, shuning uchun davom ettiraman. Qaysi biridan o'tsam ekan? Shuni tanlayman. Mana bu sariqdan menimcha bunday o'taman. Bulardan bu yoqqa o'taman. To'g'riga yuramiz. Bir stak olgandim. Bu hozirgi mana bu blokdan ikkinchi videoni olayotganimda ikkinchi marta. Lekin uni ishlatdim mana bu yoqlarda. Hozir ham ozrog'ini ishlatib tugatdim. Bu yerdan chopib o'tish kerak. Bo'ldi. Ya. Checkpoint 13 ga ham bosdik. 14 menimcha yo'q. Ko'ray. 14 yo'q ekan. Bu oxirgisi va ana u yoqdan biz yutganimiz haqida. Ya tuzoq qo'yishibdi. Bu yoqdagi haqiqiy ekan. Bu yoqda ham bor. Nimaga men tushib ketdim bunday yerga? Pastroqqa teleport qilar ekan menimcha. Bu bizga qorong'ulik effektini berdi. Shu qorong'ulik effektida menimcha bu uzoqqa sakray olmaydi, sakradi. Vaqt tugasin. Bu ham boyagi menimcha yugurib o'tib ketadigan. Bunda sakrash kerak. Yashilga. Tepaga sakrab olamiz, chunki yashilga tushmay qolishim mumkin. Bu yoqdan u yoqqacha o'tishim kerak ekan. Hoppa. Ba'zir o'rgandim. Mana bu tanish blok. Sizga birinchi qismidan beri bizlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, palakat blok.
Mana sekinlashish, ich og'rig'i va qorong'ilikda beradi. Bu kuchayib boraveradi. Shuning uchun o'tib olishimiz kerak. Nihoyat yetib kelib qoldik. Yo'q. Bu checkpoint ekan. Bizga checkpoint berishibdi. Endi o'lsam ham shu yerda paydo bo'laman. Nimaga hech qaysi effekti bermay bu qora desam? Checkpoint beribdi. Vaqt hali ko'p. Shuning uchun endi bu yoqdan o'zim o'tishga harakat qilaman, blok ishlatmasdan. Bu sakrash oltini bersa kerak, ha. Va nihoyat bizning videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Bizning parkur zonamiz tugadi. Italian English. Congratulations to complete Ming Jump parkurda yutdingiz deyapti zonaning nomi. Buni ham kanalimga tashlab qo'yaman, bu modni ham. Siz ham o'ynab qancha vaqtda yuta olarkansiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyingi video nima haqida bo'lsin ayting. Thanks Miss Pedal. Party button. Shu ko'zimga yoqmayapti. Ana, endi zo'r bo'ldi. Iltimos obuna bo'lib qo'ying, like bosing, videolarimizni kuzating. Hozir shu video izohlarida yozib keting. Keyingi video nima haqida bo'lsin? Men shunga moslab chiqaraman. Party button. Ana, bizga tantanafor ovozini bor qilib qo'yamiz. Ana, men uchun buning bari. Xayr, hammaga obunachilarim. Obuna bo'lib qo'ying, bizni kuzatishda davom eting. Har doimgidek sizlar bilan Shahzod Craft bo'ldi. Skinimni o'zgartirdim. Bu safar qanaqa video chiqaray? Aytib keting kommentlarda. Xayr.